Assalomu alaykum va rahmatullohi. Sizlar ko'rib turganingiz 33 savol ekstra. Bugungi mehmonimiz meni 2007-yildan beri tanishim ukam Mirshakar Fayzullayev janoblari bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizni ko'rsatuvingizni o'lguday yomon ko'raman. Chunki agar har bitta noto'g'ri javobga bittadan tishimni sindirsangiz ham bitta tish qarz bo'laman-da. İlk savolimiz. Ismingiz bilan bog'liq unutilmas voqea. Qisqa lo'nda. Birinchi marta jiddiy shunaqa chaqirishgan. Hali esimda 3,5 yosh edim. Mirshakar deyishyapti. Qaramasam xafa bo'lishdi. O'shanda tushunganman bu bir umrga. Bu sinligini. To'g'risini aytishim mumkin. To'g'risini aytaymi? Men juda ham uzoq vaqt Mirsaid Mirshakar degan shoir bor. Tojik xalq shoiri. Adashmasam unvonlari hozir yo'q. Rahmatli. Va Google'da juda ham uzoq vaqt men u odam bilan bahslashganman. Ya'ni poyga o'ynaganmiz. Mirshakar deb yozganda men birinchi chiqamanmi yo Mirsaid Mirshakarmi? Kim chiqadi hozir? Hozir ham Mirsaid Mirshakar birinchi bo'lib chiqadi. Qarilikda eng qo'rqadigan holatingiz? O'zini yoshday tutish. Qarilikdami? Siz ham shunaqa tanishlaringiz bo'lganmi? Bor, hozir ham bor. Sizni chuqur o'yga olib kirgan Qur'on oyati. Men bilmadim oyatlarni qaysi biridir ko'proq, qaysi biridir kamroq o'ylatishi mumkinmi yo'qmi? Tushunarli. Insonlarni kuldirish osonmi yoki yig'latish? Yig'latish. Qanday muammolarni quchoq ochib kutib olasiz? O'zimga kelgan muammolarni. Agar biror ijtimoiy muammo ustida ishlash imkoniyati bo'lsa, qaysi muammoni tanlab, o'shani bartaraf qilgan bo'lardingiz? Birinchi tibbiy yordam ko'rsatish. Eng ko'p ilhom beruvchi muammoingiz qaysi? Muammo ilhom beryaptimi? Demak, u haqida quvonib gapirib bo'lmaydi. Siz uchun odam bo'lish degan so'z nimani anglatadi? Ozor bermaslik. Qachon oxirgi marta o'zingizga, "Voy, shunaqa ham bo'ladimi?" dedingiz? Metro 14 minutda kelganda. Shunaqa ham bo'ladimi? Peki. Ayol kishiga berilishi lozim bo'lgan shirin tanbeh qaysi? Bundan ham baxtli bo'la olmaysanmi? Mana shunda yuraverasanmi? Sunnat bo'layotgan bolajonning ko'nglidan nimalar o'tadi? Qolarmikin? Siz ishongan fast food. Yemayman. Umuman fast food yemaysiz. Harakat qilaman. Agar bundan keyin nimadir reklama chiqsa, bilinglar, mening umuman aloqam yo'q. mana shundan keyin nemislar reklamasini qo'yib yuboringlar, iltimos. Bu yo'lga nimalarni bo'yningizga olib chiqdingiz-u, qay birini ko'tara olmadingiz? Xudoga shukr, hozircha qaysi birini ko'tara olmadim demayman. Bo'ynimga olib chiqqanim bu oilam oldidagi hurmatim. Odamlar nima deydi deb qilgan ishingizni odamlar gapirdimi, gapirmadimi? Nafaqat uni. Boshqalarning qo'shib gapirishadi deng. Mashhurlikni bitta yomon jihati qaysi? Siz o'zingizniki emassiz. Necha marta shu vaqtgacha ajrashmoqchi bo'lgansiz? 0. Eng katta sovg'a kimga, qachon, nega? Men bergan sovg'ani katta kichikligini sovg'a olgan odam hal qiladi. Chunki sovg'ani katta kichikligini uni qiymati emas, uni u odam tomonidan beriladigan hissiyot u odam qanaqa qabul qilishiga juda ham bog'liq. Yana qayta imkon bergan insonlaringiz holati hozir qanaqa? Men bilan hamma. Hamma siz bilan. Dunyodagi eng kuchli so'z qaysi? Uzr. Erkak kishi sinsa uni nima sezdirib qo'yadi? Nigoh. Yo'l qolmasa nima qilasiz? Yolg'izmasman. Nima qilasiz? Yolg'izmasligingizni bilaman. Yo'l ko'rsatadigan bor. Qanday fuqaro eng to'g'ri fuqaro bo'ladi? Men to'g'risini aytsam, fuqaro degan so'z o'ziga qarshiman. Men ham qarshiman, lekin nima qilaylik, bizda fuqaroda vatandosh emas, millatdosh emas, aynan fuqaro, ya'ni tarjimasida faqir. Eng to'g'ri fuqaro jamiyatga ziyoni tegmaydigan fuqaro. Birovlardan yaqinlaringiz haqida eshitganda ilk nima deysiz? Harakat qilaman mavzuni o'zgartirishga. Ota-onangizni nima deb duo qilasiz? Duolari doim bo'lsin deb. Qasam berib biz jiddiy gaplashamiz. Sizga eng qimmatga tushgan maslahat, Shakar? Ko'rdingmi? Eng qimmat tushgan maslahat. Kim aytgan shu gapni? Ahamiyati yo'q. Menimcha dada bo'lsa kerak. Kimlar aytmagan? Da. Aytsa tak. Ko'rdingmi emas? Aytuvdim-ku. Aytuvdim-ku. O'zgaribsan degan so'zni necha marta eshitdingiz shu kungacha? Har gal xursand bo'laman. O'zgaribsan degan so'zni eshitsiz. Hamma ishlaringizni yakunida nima deb yakunlaysiz? Umumiy. So'z emas, jumla bor. Jumla. Endi men ham uyga boray. Endi men ham uyga borib, sen uyga boraversan. Rahmat, azizlar, 30 savol ekstra Mirshakar Fayzullayev bilan bo'ldi.